21-asrning chumasi, vabosi stress deyiladi. Odamlarni asabiy ekanligi, asablarni taring ekanligi, birpasda bir jahl chiqib ketishligi, o'zini tutib tura olmasligi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. 1,5 ta gap istash kerak. Ana shu katta shaharlarda yashaydigan odamlarning ko'pchiligida mana shu sakinat degan narsa yo'qligini ko'rasiz. Doim nervinli, menga tegma deb turadi. Bu katta shaharlarda. Endi qishloqlarda, kichkinaroq shaharlar yoki mana shu biz aytayotgan qishloqlarda yashaydigan odamlarni qarasanglar, ularda mana shu sakinat ko'proq katta shaharlarda yashaydiganlardan ko'ra. To'g'rimi? Bu sakinat dehqonda bor, cho'ponda bor. Sakinat haqida Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar nozil bo'lgan. Ularni o'qiymiz, ularning sharhlarini ko'ramiz. Mana shu sakinatga hozirgi kunda odamlar naqadar muhtoj. Osoyishtalik, qalbning xotirjamligi, og'ir bosiqlik, viqor, salomat.